Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali chiqadigan suyuq manpar taomini tayyorlaymiz. Tayyorlanishi oson va mazasi lag'monga judayam o'xshaydi. Ekranda ko'rib turganingizdek, hamma kerakli mahsulotlarimizni tozalab tayyorlab olamiz va keyin barcha mahsulotlarimizni mayda kubik shaklida to'g'rab tayyorlab olamiz. Sabzi, pomidor, bulg'ori, kartoshka, sarimsoq bo'lakchalari, piyoz va go'sht. Mahsulotlarimizni to'g'rab bo'lganimizdan keyin taomimizni tayyorlashni boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq qozonchamizni yaxshilab qizitib olib, 100 mg yog' solamiz. Yog' qiziganidan keyin go'shtni solib, qizartirib, qovurib olamiz. Baland olovda go'shtni yaxshilab qizargunigacha qovuramiz. Go'shti qovurilganidan keyin maydalangan chesnokni qo'shamiz. Birozgina aralashtirib, ustidan to'g'ralgan piyozni qo'shamiz. Piyozini ham tilla rangga kirgunigacha qovurib olishimiz kerak. Piyoz qovurilganidan keyin qolgan mahsulotlarimizni qo'shamiz. Sabzi, pomidor, bulg'ori va taxminan 1-2 daqiqa davomida balandroq olovda qovuramiz. Qovurilib chiqqanidan keyin to'g'ralgan kartoshkani qo'shamiz. Birozgina yana aralashtiramiz. Va endi 2-3 osh qoshiq atrofida pomidor sousidan qo'shamiz. Pomidor sousi bo'lmasa, tomat pastasidan ishlatishimiz mumkin. Tabimizga ko'ra tuz qo'shamiz va xohishga ko'ra har xil ziravorlar. Zira, maydalangan kashnich urug'i, aralashma ziravorlar, quritilgan rayhon va paprika. Yana hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Endi ustiga keragicha sovuq suv qo'yamiz. 1,5-2 litr atrofida suv qo'ysak yetarli bo'ladi. Qopqog'ini yopib qaynatishga qoldiramiz va qaynab chiqqunigacha xamirini tayyorlab olamiz. Idishimizga 1 dona tuxum, 1 choy qoshiqda tuz, 80 yoki 100 mg atrofida suv, 30 mg o'simlik yog'i solamiz. Aralashtirib olamiz. Va endi keragicha unni qo'shib, o'rtacha qattiq yumshoqlikda xamir tayyorlab olamiz. Unni grammi o'zgarishi mumkin, chamalab qo'shamiz xamirni qattiq yumshoqligiga qarab. Tayyor xamirni biroz mushtlab olamiz va stol ustiga 5-10 daqiqa davomida ustini yopib tindirishga qoldiramiz. Xamir tayyorlagunimizgacha taomimiz ham qaynab chiqdi. Ustiga agar ko'piklari yig'ilsa olib tashlaymiz va bu paytda qozonni olovini pasaytiramiz. O'rtadan pastroq olovda qopqog'ini qiyaroq qilib yopib 30-40 daqiqa davomida pishirishga qoldiramiz. Taomimiz qaynab pishgunigacha xamirini yoyib tayyorlab olamiz. Tayyor xamirni biroz yaxshilab zuvala qilib olamiz va stolimiz ustiga un sepib yoyishni boshlaymiz. Juva yordamida yoki o'qlov bilan yoyib olishimiz mumkin. Juda qalin ham emas, juda yupqa ham emas. Xamirni yoyilgandan keyin qalin yupqaligini ko'rsatib o'tdim ekranda. Mana xamirni yoyib bo'ldik. Endi buni o'zimizga qulay bo'lgan usulda kesib tayyorlab olishimiz kerak. Men bir-biriga yopishib ketmasligi uchun mana ekranda ko'rib turibsiz, mayda qilib lentachalar kesib chiqdim. Birozgina un sepishimiz mumkin va endi kesilgan lentachalarni mayda kubik shaklida yana kesib chiqamiz.
Kesilgan xamir bo'lakchalarini tez-tez aralashtirib olamiz bir-biriga yopishmasligi uchun. O'zi yopishmasdan dona-dona bo'lib chiqadi. Mana ko'rib turibsiz. Tayyor. Idishimizga olamiz. Bu orada taomimiz ham ichidagi mahsulotlari yaxshi pishib ulguradi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Endi manpar xamirlarni hammasini ovqatimizga qo'shamiz va olovni birozgina balandlatamiz. O'rtacha yoki o'rtadan balandroq olovda taxminan 10-15 daqiqa davomida qaynab pishirishga qoldiramiz. Xamirlari o'zi pishishni boshlaganida suv yuzasiga ko'tarilib chiqadi. Shundan ham bilsak bo'ladi pishganini. Va mana taomimiz tayyor. Juda ham mazali, hidlari ham, mazasi ham ishtahali bo'lib chiqadi. Tayyor ovqatimizga xohishga ko'ra to'g'ralgan ko'katlardan qo'shishimiz mumkin. Va issiq paytida dasturxonga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham mazali. Aytib o'tganimdek, mazasi lag'monni mazasiga o'xshaydi. Hammaga yoqimli ishtaha. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.